Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi Shinray T30 mashinamizga Alekifonni izotermit furgo ustunovka qilib berdik. Videoni oxirigacha tomosha qilsanglar, narxini aytib o'tib ketaman. Mashinamizga qilingan ishlarni bir qator tushuntirib o'tib ketaman. Koronalar ustunovka qilib berganmiz, ideal darajada o'rnatilgan, o'zlaring bitta baho berib o'tib ketasizlar. Alekifonni polniy izotermit furgo ustunovka qilib berdik. Ko'rib turganlaringni bironta uloq tushmagan, undan tashqari gabaritli yon chiroqlar ustunovka qilib berganmiz. Yana bunga qo'shimcha ravishda yashiklar ustunovka qilib berdik, kulish dankirat narsalarni solib yurishga. Orqa tomoniga keladigan bo'lsak, orqa tomoni darvozasi qulflanadigan ruchkalardan bo'lgan, tepa tomoniga ham gabaritli chiroqlar, komfort do'konlar ustunovka qilib berganmiz. Ichini ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Ichki tomoni ham polniy mokr asfalt rangda bo'lgan, pollariga nijevekadan ustunovka qilib berganmiz. Yana bunga 65 talik propan ustunovka qilib berganmiz. Ligirovkasi, hamma narsasi ichida. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, istalgan turdagi yuk mashinalarga xizmatimiz bor. Bu Shinray mashinamizda polniy shu turishi 20 million so'mga tushdi, gazi 4 million so'mga tushdi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar.